Dadasi, o'sha Jamolni ukam surishtirib ko'rdi. Bir ishini tayini yo'q, o'yin kulgiga berilgan yigit ekan. Shuni bilib turib, qanaqa qilib qizimni unga beraman? Ukam yaxshi emas dedi, u yigitni. Senlar o'zingni kim deb o'ylayapsan? Men qizni otasi bilding. Men aytdimmi tamom. Nega gapimni ikki qilyapsan? Yo, ukangga men aytdim, surishtirgin deb. Bu nima deganingiz? Qanaqa oilaligini bilmasdan qizimni uzatib yuboraveramanmi? Olim oilasi qanaqa ekanligini men bilaman. Olim o'ziga to'q, oilasi badastir odam. Shuncha yillik do'stim u. Keyin unga so'z berib qo'yganman. Keyin qizim yoshligida quloqni tishlab qo'ygani esingdan chiqdimi? Qo'ysangizchi, shu eskilik sarqitlarini. O'sha paytda bolalarimiz kichkina bo'lgan. Tishlagin desa tishlab qo'yaverganda nimani biladi bola degan. Asan ham magistraturaga kirmoqchi axir. Hay, o'sha magistraturasini yerga tekkandan keyin ham o'qiradi olimkida. Yaxshilab o'ylab ko'rsangiz bo'lardi, shoshilmasdan. Hech narsani o'ylab o'tirmaymiz. Bugunoq qo'ng'iroq qilib, roziligimizni ayt. Shundoq ham do'stim oldida uyatga qo'ydik. Bu to'yni boshqa cho'zib o'tirmaymiz. Men nafs qilganman. Meni qarorimga hech kim qarshi qolmaydi, tushundingmi? Hozir. Voy dadasi. Voy tavba. Mastmisiz? Ha. Bugun choyxonada o'tirdik. Ya shuncha ham ichasizmi menga qarab? O'rtog'im o'g'illi bo'ldi. Shuni yuvdik. Sekinroq oyijon uxlayaptilar. Shuncha ham ichasizmi? O'zim uyimga ham qanday kirishni o'rgatyapsanmi? Yo'q, endi shunchaki hamma uxlayapti. Dadasi. Sekin. Sekibe. Olimni o'g'liga sanamni beraman deb va'da berib qo'ydim. Qaysi olim? Ana sindoshingizmi? Olimboy. Tavba, asanam hali kichkina-ku. Qanaqa va'da berdingiz qani? Senga ertaga beraman deyotganim yo'q. Katta bo'lgandan keyin uzatamiz. Ey, mastligingizda gapirsangiz gapirgan durust. Turing, hozir yiqilib tushasiz. Kiring uyga. Shuncha ham ichadimi odam, ha? Voy, hormang, Xudojon. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zi yaxshi yuribsizmi? Ha, rahmat. Siz o'g'misiz? Bo'lajak kelinimiz universitetga kiribdi.